Men o'zbeklarga hayron qolaman. Bir bolani onasi vafot qiladi. Bir ayolni jondan aziz ona qanaqa narsa vafot qiladi. Men aytaman, hoy birodar, sen dodlab yig'lamagin. Dodlab yig'lasang onang azoblanadi deyman. U aytadiki, dodlab yig'lamasam odamlar gapiradi deydi. To'g'rimi shu gap? Uning uchun onasi qadrli emas. Onasi vafot qilgan, qabrda yotgan onasi uchun bola foyda keltirishga harakat qilmasa, u bolani nima keragi bor tug'ib? Seni qabrda yotgan onang seni ishingdan azoblanadi desa, odamlar gapiradi-da deydigan bola bolami? Shuni o'sha ona bola deydimi? Shunchalik odamlarning fikri bilan yuramiz.